E-kontrakt tashqi savdo axborot tizimida tashqi savdo shartnomasini shakllantirish 3 qadamda amalga oshiriladi. Birinchi qadam umumiy ma'lumotlar, ikkinchi qadam spetsifikatsiya, uchinchi qadam ro'yxatdan o'tkazish. Shartnoma ma'lumotlarini tizimga kiritish boshlanganda, kichik qadamdan katta qadamga ushbu qadamdagi to'ldirilishi lozim bo'lgan barcha ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, kattasidan kichigiga esa ixtiyoriy qadam tashlanganda o'tiladi. Bir qadamdan keyingi qadamga o'tish o'sha qadamdagi ma'lumotlar to'ldirilganidan so'ng bevosita keyingi qadam raqamini tanlash orqali yoki oynaning pastki qismida joylashgan o'ngga chapga tugmasini bosish orqali amalga oshiriladi. Foydalanuvchi tomonidan qaysi qadam ma'lumotlari to'ldirilayotgan bo'lsa, ushbu qadamning raqami va nomi oynaning yuqori qismida aks etib turadi. Qadamlar dastlab kulrang fonda bo'ladi. Mazkur qadamdagi ma'lumotlar to'liq va to'g'ri to'ldirilganligi tekshirilib, keyingi qadamga o'tishga ruxsat beriladi va yuqoridagi raqam ko'k fonda bo'ladi. Birinchi qadam umumiy ma'lumotlar tashqi savdo shartnomasining asosiy ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. Ushbu qadam 3 bo'linmadan iborat. Birinchi umumiy ma'lumotlar, ikkinchi to'lov usuli va yetkazib berish shartlari, uchinchi TIF ishtirokchilari. Umumiy ma'lumotlar bo'linmasida quyidagi grafalar to'ldirilishi lozim. Shartnoma turi. Ushbu grafada tashqi savdo operatsiyasini ifoda etuvchi shartnoma turi tasniflagichdan tanlanadi. Shartnoma predmeti. Ushbu grafada shartnomadan kelib chiqib tovar, xizmat yoki tovar va xizmat predmetlaridan biri tasniflagichdan tanlanadi. Shartnoma raqami. Ushbu grafaga tomonlarning o'zaro kelishuvi asosida shartnomaga berilgan raqam qo'lda kiritiladi. Tuzilgan sana. Ushbu grafada tomonlar shartnomani rasmiylashtirgan kun to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Mazkur band qo'lda kiritiladi yoki kalendardan tanlanadi. Kiritilgan sana shartnomaning asl nusxasidagi sana bilan o'zaro mos bo'lishi lozim. Shartnoma qiymati 1. Ushbu grafada shartnoma tuzuvchilar tomonidan o'zaro kelishilgan tovar yoki xizmatning umumiy qiymati hamda valyutasi to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Raqamlar bilan kiritilib, valyutasi tasniflagichdan tanlanadi. Agar shartnoma bir nechta valyutada tuzilgan bo'lsa, plus belgisi bosilib, ikkinchi shartnoma qiymati kiritiladi. Shartnoma tuzuvchi rezident. Ushbu grafada shartnomani tuzgan O'zbekiston Respublikasining xo'jalik yurituvchi subyekti to'g'risidagi ma'lumotlar ko'rsatiladi. Mazkur bandning umumiy ma'lumotlari USB token kaliti ma'lumotlari asosida shakllanadi. Bunda shartnoma tuzuvchining telefon raqami qo'lda kiritiladi. Xizmat ko'rsatuvchi bank. Ushbu grafada shartnoma tuzuvchi rezident tomonidan valyuta harakatlarini va hisob-kitoblari olib boruvchi O'zbekiston Respublikasining Tijorat banki to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Mazkur band yangi ochilgan modulda bankning istalgan bir ma'lumotini kiritish hamda hosil bo'lgan jadvaldan tegishli bankni tanlash orqali to'ldiriladi. Xorijiy hamkor. Ushbu grafada shartnoma tuzuvchi xorijiy hamkor to'g'risida umumiy ma'lumotlar ko'rsatiladi. Mazkur banddagi ma'lumotlar yangi ochilgan modulda kiritiladi. Xorijiy hamkor to'g'risidagi ma'lumotlar qo'lda yoki oldin kiritilgan korxonalardan birini tanlab, biriktirish tugmasini bosish orqali kiritilishi mumkin. Shuningdek, xorijiy bank to'g'risidagi ma'lumotlar ham ushbu modulda kiritiladi.